Yunusobod tumani Sampidan hovli qidirayotgan mijozlarimiz uchun juda ham zo'r taklifimiz chiqyapti. 2 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu hashamatli hovlimizda sotuvda ko'cha qismimizda ikkita mashina qo'yish uchun kattagina zaxvat joylar qoldirib ketilgan. Kattagina reshotkalar bilan o'ralgan zelyonная zona va uyimizning fasad qismi. Binomizda 3 qavatli, podvallar splashnoy qilingan, 6 ta xona, hol. Uyimizda 2 sotuvga o'xshamaydi. Umuman ko'chadan mashina qo'yish uchun joylar, zelyonная zonalar, hamma sharoitlar qilingan. Kirishimiz bilan bitta mashinaga joy qoldirib ketilgan chiroyli yozgi oshxona va uyimizning ichki fasadi. Akkuratni odamni ko'zini charchatmaydigan ranglardan foydalanilgan umumiy hojatxonamiz. Основной eshik. Lokatsiya juda ham yaxshi. Uyga remontiga ham inshaalloh quruvchilar tomonidan garantiya beriladi. Kirishimiz bilan hol kutib oladi. Divandan zona qilib oilaviy o'tirishingiz uchun sharoitlar qoldirilgan, televizor qo'yish uchun joylar. Chap qo'limdagi xonamiz kattagina zal, oynalar ko'chaga qaragan, havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Bemalol shu yerda stol-stullar qo'yib, mehmonlar kutib olaverasizlar. Remont juda ham yaxshi chiqqan, ko'rishingiz mumkin. Chap qo'limizdagi xonamiz birinchi qavatga tegishli spalni. Razmeri kattagina, yosh kattalar bo'ladigan bo'lsa, juda ham ma'qul bo'ladi. O'rtada umumiy sanuzel. Yaxshi narsalar ishlatilgan qurilishda va eshikdan kirishimiz bilan o'ng qo'limizdagi xonamiz oshxona. Akkuratli bo'lgan. Sizlarga uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Uyimizning ikkinchi qavatiga chiqishimiz bilan shunaqa visyachi lyustralar kutib oladi. Xonalarga bo'lingan. Sotib oladigan odamlar o'zingizlarga moslab to'g'rilaysizlar. Spalni kabinet qilasizlarmi yoki bolalar yotoqxonasi hamma holatda to'g'ri keladi. O'rtada umumiy sanuzel. Sanuzellar razmerlari katta qoldirilgan. Yana bitta xona, malый zal qo'ysangiz ham bo'ladi. Необычный lyustralar tanlangan. Bu yerda mana bolalar yotoqxonasi va ota-onalar uchun mo'ljallangan master spalni, ichida garderob sanuzeli bilan garderobga joy va sanuzel joylashgan. Sizlarga uyimizning podval qismini ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan podvalga tushishimiz bilan bitta kattagina полноценный hol qoldirilgan. Divanная zona qilib, televizorlar qo'yib olib, maza qilib oilaviy dam olib o'tirishingiz uchun kattagina splashnoy xona. Постоянно o'tiradigan xonalar qilib qo'ysangiz ham juda ham ma'qul bo'ladi. Va uyimizning kotelnisi shu yerda o'zida xona katta, kladovka qo'ysangiz ham bo'ladi. Uyimizning narxini pastda описаниеda yozib qoldiraman. Telefon raqamlar bilan qiziqqanlar kelib, ustida uyimizni ko'rib, remontlarni ko'rishingiz mumkin. Har bir xonada termoregulatorlar qo'yilgan. Uyimizga garantiya bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.